Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Tezkor xabarlar dasturi yana sizning e'tiboringiz markazida. O'zbekiston oziq-ovqati eng arzon davlatlar 20 taligiga kirdi. Joriy yil boshida O'zbekiston oziq-ovqat narxlari indeksi bo'yicha dunyoda 139 ta mamlakat orasida 18-o'rinni egalladi. Mamlakat uchun indeks qiymati 26,6 ni tashkil etdi. Oziq-ovqat narxlari indeksi turli davlatlardagi iste'mol savatchasi nisbiy qiymatini aks ettiradi va Nyu-Yorkdagi narxlarni 100% deb oladi. Natijada indeks qancha past bo'lsa, mamlakatda mahsulotlar shunchalik arzon bo'ladi yoki aksincha. O'zbekiston uchun indeks 26,6 ga teng. Ya'ni mamlakatdagi oziq-ovqat mahsulotlari Nyu-Yorkdagidan o'rtacha 73,4% ga arzon. Dunyodagi eng arzon davlatlar qatoriga Pokiston, Afg'oniston, Misr, Eron va Madagaskar kirgan. Eng qimmat davlatlar esa Virjiniya orollari, Shvetsariya va Islandiya bo'lib qolmoqda. MDH davlatlar orasida O'zbekistondan yuqoriroq o'rinlarni Belarus va Ukraina egallagan. Ya'ni ushbu davlatlarda oziq-ovqat narxlari O'zbekistonga qaraganda pastroq. Biroq Qozog'iston, Qirg'iziston, Ozarbayjon, Moldova va Armanistonda mahsulotlar O'zbekistonga qaraganda qimmatroq. Hozircha sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Bizni kuzatishda davom eting. Salomat bo'ling.